Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun 2026-yil 15-may sanasi. Tarvuz palaklarimiz ham, tarvuzlarimiz ham yaxshi o'sib, unib, rivojlanyapti. Palaklar do'p kiyadigan payt keldi, ya'ni tarvuzlar ko'rinib qoldi. Kattarishi juda ham yaxshi kattaryapti. Hozir ko'rsatib o'taman o'zgarishlarni, holatlarni. Video davomida ham ko'rsatib, ham tarvuz haqida muhim ma'lumotlarni aytib o'taman. Ya'ni tarvuz kattartirish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak, qanaqa xatolar qilmaslik kerak, shular haqida ham ma'lumot berib o'taman. Tarvuzlar kattarib endi ikkita kishi ko'taradigan holatga kelyapti. Albatta bu hazil. Bu qachon ekilgan, hozirgacha nima ishlar qildik, qancha sug'ordik, qancha dori berdik, bular haqida gapirib o'tirmayman. Sababi oldingi videolarimizda bu haqida ko'p aytganmiz. Tomchilatib sug'orish tizimiga o'tganmiz. Ko'rib turibsizlar. Sug'orishda 3 marta dori berdik hozirgacha. Endi yana dori bermoqchi turibmiz litra. Sug'orish, tomchilatib sug'orish, ko'proq sug'orish kerak ekan. Kamida 30 soat hozirgi kunga kelib, kamida 30 soat sug'orsagina suvdan to'yishi mumkin. 8 soat, 10 soatdan suvga qoniqmay qolarkan. Keyin palaklar hosillarni ushlab olgandan keyin kattarish uchun o'sha bitta palakda bittadan qoldirib o'zib chiqish juda ham muhim ahamiyatga ega. Endi mana o'sha may oyiga o'tgandan keyin suvsiz qoldirmaslik kerak. 2 kun, 3 kun o'sha dori berishdan oldin sug'ormay turish mumkin. Bundan yog'iga tomchilatib sug'orish bo'ladigan bo'lsa, har doim suv oqib turishi kerak. Ariqda bo'layotgan bo'lsa ham 3-4 kun sug'ormasdan yana sug'orib turish kerak. Sug'ormay qachon sug'ormaslik kerak? O'sha aprel oylarini o'rtalariga to'g'ri keladi. Ya'ni palaklar qotishib, o'sha hosil ushlab, ba'zilari hosil ushlashga tayyorgarlik ko'rib, shunaqa holatlar keladi. O'shandagina sug'ormay turiladi. Ya'ni palaklar hosil ushlamaganda ham o'sha ushlashga tayyorgarlik ko'rib, yaxshi gullab, shunaqa bo'lib turadi. Undan keyin o'sha may oyiga endi duga bo'layotgan bo'lsa, ertachi tarvuz bo'layotgan bo'lsa, may oyida juda ham ko'proq sug'orish kerak. Suv shu orada 2 kun, 3 kun o'sha mag'iz yig'ib olish uchun o'ziga to'xtatish mumkin. Bo'lmasam sug'orish kerak, rosa ham ko'proq sug'orish kerak. Kattarishi juda ham yaxshi, tarvuzlarni kun sayin soat sayin kattaryapti. Shu o'rinda tarvuz iste'molchilarga bir savol sifatida murojaat qilmoqchiman. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Qanaqa kattalikdagi tarvuz iste'mol uchun sizlarga ma'qul? Misol uchun 5 kilolikmi yo 10 kilolikmi, undan kattaroq, kichikroq, qanaqa holatdagi tarvuzlar o'sha cho'ntakka ham, yeyishga ham qanaqa kattalikdagi tarvuz qulayroq sizlarga? Shu haqida fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda yana bundan ham kerakli, bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni, videoroliklarni qo'yib boramiz kanalimizga.